Assalomu alaykum. Mana g'alladan so'ng silos chakalarimizning davri keldi. Mana Lowell zavodining yana bir silos qiluvchi kombayni Lowell SF04 modeli Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumaniga qarab yo'lga chiqmoqda. Bu kombaynimiz silosni donini ajratib, ya'ni mevasini alohida, qoyasini alohida silos qilib beradi. Ikkita bunkeri bor. Sariosiyolik akalarimiz 100% to'lov evaziga xarid qilishdi. Mana berkalari. Xo'p, bunkeriga don bunkeriga 1 tonna 800 atrofida ketadi. Silos bunkerni ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. 3,5 tonnadan 4 tonnagacha ketadi. Xohlang bu bunkerni o'ziga bemalol silos o'rsangiz bo'ladi. Xohlang dalani o'rtasida to'lib qolgan paytda bu silindrlarni bemalol ko'tarib beradi. Ishlagan videolarni ham qo'yib joylab beramiz. Bo'shatib beradi. Kuniga o'rtacha 15 gektardan 20 gektargacha o'rib bera oladi bemalol. Hozirgi kundagi bahosi 925 million so'm. 925 million so'm uchun bunday kombayn juda ham zo'r narx. Hurmatli mijozlar, endilikda sizlar Yevropa kombaynlarini 1,5-2 milliardga ishlatilganlarini iltimos qilib olib turib, undan keyin palonchi summaga zapchast qidirib yurmaysiz. Xitoy texnikalari nima uchun bozorimizga tez kirib kelmoqda? Sababi birinchi navbatda narxi, sifati va zapchastlari arzonligi va topish osonligi. Lowell kompaniyasi Xitoyning birinchi o'rindagi kompaniyasi hisoblanadi. Hozir zipidan nima chiqishini ham hammasini ko'rsatib beramiz. Bu kombaynimizdan ikkita sotuvda bor edi. Xudo xolasa bittasi bugun, ertaga rejalashtiryapmiz. Lizing asosida ikkinchisi sotilishi, xudo xolasa. Kimni qiziqtirsa, bemalol bizga bog'lanib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana Lowell kombaynimiz. Kabinasi, gidravlik rul, avtomat korobka, qo'shimcha kameralar bilan jihozlangan. Bu kameralarda bemalol siz ish jarayonida bunkerga qanday o'ryapti, barchasini ko'rishingiz mumkin. Mana kameralari, gradus, hamma narsani ko'rsatadi. Mana ziplari ikkinchi kombaynchiga joy, bemalol 2 kishi o'tirib almashib o'rishsa bo'ladi.